Assalomu alaykum davramizning eng aziz ustozlari, assalom ilm fanning sohibi davronlari, assalom aziz do'stlar, fikrdosh o'rtoqlarim, bayramimizga xush kelibsiz ey aziz inson. Jumayevaga so'z navbatini beramiz. Mana bugun mamlakatimizda keng miqyosda nishonlanib kelayotgan til bayram bilan barchangizni muborakbod etaman. Til millat ko'zgusi. Prezidentimiz tashabbuslaridan biri bo'lgan edi. Yurtimiz mustaqil bo'lgach, ona tilimiz o'z o'rni va mavqeiga ega bo'ldi. Bugungi kunga kelib o'zbek tilimiz xalqaro miqyosda e'tirof etildi. Xalqaro anjumanlarda o'zbekona kalomning aytilishi, chet eldagi ta'lim dargohlarida o'zbek tilini o'rganish markazlarining borligi tilimizning nufuzi oshib borayotganligidan dalolatdir. Tilimni bilmasam yarashadi kursangiz, o'zbek bo'lib tug'ilib, o'zbek bo'lib o'lsak biz, o'zbek bo'lib o'zbekcha so'zlashmagan odamlar. Ota-onasi, erta yosh avlodlar ham nish urar nishonasi, o'zbek bo'lib o'zbekcha so'zlashmagan odamlar. Hamisha ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taxlit hamisha. Ona tilim sen borsan shaksiz, bulbul kuyin sherga solaman. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz men ham to'ti bo'lib qolaman. O'rganing ko'p tillarni, taraqqiyot yo'liga soching olmon gullarni. Bilmasangiz mayliga ranjimang sizlarni. O'zbek bo'lib o'zbekcha so'zlashmagan odamlar. Shundan aziz vatan bizni gul bog'imiz, xarid so'ngir yaprog'imiz, boboning ko'z qarog'imiz. Jondan aziz tuprog'imiz, vatan bizni gul bog'imiz, xarid so'ngir yaprog'imiz, boboning ko'z qarog'imiz. Hasta olma bog'imizni, bog'imizni, yangi zamon keldi yoshlar. O'z fikrini, his-tuyg'ularini, bilimini boshqalarga yetkazadi. Bugungi kunda hamma chet tilini o'rganishga shosharliklar e'tibor berilmoqda. O'zimizning ona tilimizni o'rganishga chuqur alohida e'tibor qaratilmoqda. Berilgan kun shu kundan boshlab barcha hujjatlar va qonunlar o'z ona tilimizda chop etila boshladi.